Səhər saat 4:20'deki Harvard. 3. bab. 2. qism. Qızğınlıq bolğandala təxtiringizni özgərtish iqtidarınız boludu. Harvard Universitetining ilhom baxsh hikmati təxtiringizni özgərtishingizning zardari bo'lishning birdan-bir chiqish yo'li. O'zingiz yaxshi ko'radigan ishni qilish, o'rganish qizg'inligingizni mangu saqlashning kapolati. Amerikalik mashhur tabiiy fan olimi Dorio kitobiga mundaq yozgan edi. Qizg'inligini yo'qotgan odam yeshiga qaraganda baxtli qiyri ko'rindi. Ruhiy kayfiyati mu yaxshi bo'lmaydi. Uning hamma ishi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Mana bu psixologiyadagi mashhur Dorio teoriyasi. O'rganish va xizmatga nisbatan qizg'in odam doim umidvor va aktiv psixik holatda bo'ladi. Ishni jonliq qiladi. Ularning kayfiyati hamisha yuqori bo'ladi. Bilimga kuchli intiladi. Zehniy quvvati urg'ib turadi. Ular aniq bir nishonga ega bo'ladi. O'z burchini qat'iy ado qiladi. O'rganishga butun kuchi bilan beriladi. O'rganishga yuksak qizg'inlik bilan berilish va turmushni qizg'in suyish. O'rganishda qobillardan bo'lib chiqishingizning, turmushda gigant odamlardan bo'lishingizning kapolati. Harvard Universitetida mundaq bir dangliq tajriba ilib berilgan. Psixologiya professori 1500 nafar o'quvchini tekshirgan. Tekshirish temasi kasbingizni tanlashda qiziqishingizni asos qilamsiz yoki kelgusida jiq pul tepishni degandan iborat. Aşı tekshirilgan o'quvchilar ichida 245 nafar o'quvchi qiziqish asosida tanlagan. 1355 nafar o'quvchi pul tepishni ko'zlab tanlagan. Bu tekshirish 10 yil davomlashgan. Tekshirishning asosiy maqsadi qiziqish va pul tepish uchun tirishib kurash qilishning natijasining qanday bo'lganligini tushunishdan iborat. 10 yildan keyin tekshirishning natijasi chiqdi. Pul uchun o'rgangan va xizmat qilganlarning birla haqiqiy boy bo'la olgan. Halbuki qiziqish uchun o'rgangan va xizmat qilganlarning 245 nafar o'quvchi ichidan 116 nafar o'quvchi boy bo'la olgan. Bu natija men o'ylamagan yerdan chiqqan. Kundalik o'rganish va xizmatda nurg'un yoshlar va o'smir do'stlarning o'rganish maqsadi kelgusida jiq pul tepishdan iborat. Lekin Harvardning tadqiqot natijasi bizga shuni uqtirdiki, taqdiringizni o'zgartirishingizning zardari bo'lishining birdan-bir chiqish yo'li o'zingiz yaxshi ko'radigan ishni qilish, o'rganish qizg'inligingizni mangu saqlashning kapolati. Biz mayli o'rganishimizda bo'lsin yoki kelgusidagi xizmatimizda bo'lsin, qizg'in pozitsiyada bo'lishimiz lozim. Chunki haqiqiy qizg'inlik o'zi o'rgangan darsni qizg'in suyish, o'zi shug'ullangan xizmatni qizg'in suyish demakdir. Bu shunday bo'lgandala, o'rganish va xizmatda texnik ko'p xushallikqa erisha olamiz. O'rganish va xizmatni ma'lum bir vazifani majburiy o'rinlash deb emas, balki bir xil huzur deb bilamiz. Bir shanba kuni Napoleon Hill bosh cho'kirib xizmat qilyotdi. Bu chaqda uning ishxonasiga bir yosh mal sotuvchi kirib kelib, hamma bir jurnalni Hillning ustiliga qo'yib, "Afandim, jurnalga mushtari bo'lamsiz?" deydi. Bu chaqda Hill nihoyatda muhim bir ishni bajarayotgan edi. Hill bu yoshning ushtumtut paydo bo'lib qolganligiga qattiq xafa bo'ldi. Yoshning chiroyidagi ma'yuslik Hillni bearam qildi. Hill mal sotuvchi yoshga gap so'z qilmasdan xafa bo'lganicha uni ishxonasidan chiqarib yutdi. Aradan bir necha kun o'tgandan keyin Hillning ishxonasiga yana bir yosh kirdi. Bu yosh Hillning ishxonasiga oldin qitim kirgan yoshga o'xshamaydi. Uning qiliq harakatlari nihoyat qizg'in bo'lib, odam uning ra'yini qaytarishga amalsiz edi. Yosh Hillning ustidagi bir necha jurnalni sinchilab ko'rib chiqqandan keyin, "Ha, Hill apandim, aldirash ishlagandan boshqa yana jurnal ko'rib dam oldigansizda?" deydi Hillga kulimsirganicha. Hill yoshning bu bir jumla qizg'in gapidan ta'sirlanadi. Shuning bilan Hill o'zi va qo'l ostidagi bashalangi bo'lib, 6 son jurnalga mushtari bo'ldi. Yosh to'lib tashqan qizg'inligi uchun xeyli jiq payda oladi. O'rganish har bir yosh muqarrar besib o'tadigan bosqich hisoblanadi. Mubodo o'rganish qizg'inligingiz yetarsiz bo'lsa, u chaqda o'rganish bir xil ma'nisiz, zerikishlik ish bo'lib qoladi. O'rganish har bir yosh muqarrar besib o'tadigan bosqich hisoblanadi. Mubodo o'rganish qizg'inligingiz yetarsiz bo'lsa,
u chaqda o'rganish bir xil ma'nisiz, zerikishlik ish bo'lib qoladi. Menimcha, haqiqiy qizg'inlik odamning yurak ketidan urg'ib chiqqan qiziqishi bo'lishi kerak. Qiziqish qizg'inlikning kuch-qudrati cheksiz bo'lib, u yoshirin qobiliyatingizni urg'itib qolmasdan yana atrofingizdagilarga mu ta'sir ko'rsatadi. Xarvatlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Yoshlar o'smirlar uchun aytganda, o'rganish natijasining odatdagidek bo'lishi qo'rqinchli ish emas. Qo'rqinchli o'rganish qizg'inligini yo'qotib qo'yish. Navoda o'rganish qizg'inlik kam bo'lsa, o'rganishdan xushallik tepish tez bo'ladi. Hatto o'rganishni bir xil mexanik takrorlanish deb qaraydi. Unoqda o'rganish qizg'inligini qanday yetildiramiz? Birinchi, har kuni qizg'inlikqa cho'mishimiz kerak. Bu xil qizg'inlik o'rganishga, darsxonaga, o'qituvchi bilan saboqlashlarga bo'lgan qizg'inlikni o'z ichiga olib qolmasdan, balki turmushdagi har bir daqiqaga bo'lgan qizg'inlikni o'z ichiga oladi. Eng yaxshisi kulimsirishingizni mangu yo'qotmang. Ikkinchi, yaxshi uchur xabarlarni tarqatib ko'ring. O'rganishda ma'lum natijaga erishganda, uningdan atrofingizdagilar bilan teng bahramand bo'ling. Ularga ilgirligingizni ko'rsatib qo'ying. Shuning bilan bir vaqtda atrofingizdagilarning ilgirlishiga ko'ngil bo'ling. Maqtashni va ta'riflashni o'rganib oling. Uchinchi, o'rganishingizni haqiqiy tushuning. Yoshlar va o'smir do'stlar ko'p vaqtda o'rdak bo'rdash xarakteridagi ma'arif analizi bo'yicha tarbiyalangachga o'rganish ahvolini tazabak tushunib ketmaydi. Shunga o'zining o'rganish mazmuni bilan o'rganish usulini ko'proq tushunishi, shunaqla uningdan texnik yaxshi o'rganish usulini topib chiqish kerak. Harvard universitetining siniqi. Bir maydonning 4 bo'lumida 4 kuchuk bor. Ular bir vaqtda o'xshash surat bilan soat istirlikisining yo'linishi bo'yicha ketayotgan bir kishini qo'g'laydi. Ular qanchalik vaqtda uchrashadi? Uchrashadigan joy qayer? Savolning javobi. Ular maydonning o'ttirisida uchrashadi. Ular yuguradigan oraliq bilan yuguradigan liniya munosabatsiz. Sahar saat 4:20'deki Harvard. 3-bab, 3-qism. Ishonch qizg'inlikni paydo qiladi. Qizg'inlik dunyoni bo'ysundirdi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati qizg'inlik odamning yurak qetidan urg'ib chiqqan kuch-qudrat. U sizga ishonch bag'ishlaydi. O'rganish va xizmatingizni cho'nqurlashtirdi. Shunaqla sizni osonla muvaffaqiyatga erishtirdi. Ishonch qizg'inlikni paydo qiladi. Qizg'inlik bu dunyoni bo'ysundirdi. Bu so'zni men cho'nqur tushunaman. Necha yil ilgari bir tuqqanimning uyiga borganimda bir mo'may bilan tanishib qolgan edim. Shu chog'da mo'may 71 yoshga kirib qolgan edi. Lekin u rasm chizishni o'rganaman deb ching turib olgan edi. Bu nimga bo'lib ketdi endi? 71 yoshga kirib qolgan kishining ko'z nuri ojizlab, qo'li titraydigan tursa, rasm chizishni qanday o'rganalar deb o'yladim men. Lekin mo'may ishonchga to'lgan holda uydagilarining qarash turishiga qaramasdan yanala o'zi yaxshi ko'rgan ishni tanladi. Hamda bu ishga nihoyatda zo'r qiziqish bilan kirishib ketdi. Mo'mayning bu jihatda muvaffaqiyat qozonishiga hech kim ishonmasa-mu, lekin uning keyingi amaliyoti kishilar o'ylamagan yerdan chiqqan. Mo'may bir necha yil jafoliq o'rganish natijasida rassomlik sohasida bir kishilik o'rin egallagan. Uning ustiga tuqqanimdan uning rasm ko'rgazmasi o'tkazmoqchi bo'lganligini angladim. 80 yoshga yaqinlashib qolgan bir mo'mayning rasm ko'rgazmasi o'tkazmoqchi bo'lganligi anglamoqqa bir mo'jiza edi. Rasm chizishga bo'lgan qizg'inlik mo'mayni muvaffaqiyatga erishtirdi. Bu xil qizg'inlik dunyoni bo'ysundirolmagan bo'lsa-mu, lekin uning atrofidagi kishilarni qattiq hayron qoldirdi. Harvard universitetining psixologiya doktori Shi Yuxiao mundaq deb ko'rsatgan edi. O'rganish va xizmatga bo'lgan qizg'inlik odamning ishonchini oshiradi. Qizg'inlik yetarsiz bo'lsa, o'rganishda har qancha astoydil bo'lsangiz-mu, har qancha tirishsangiz-mu, aran shu qo'lingizdagi ishni tamomlay olasiz. Havas qilish qilmaslik degandan eg'iz ochqili bo'lmaydi.
Shveysariya saytining to'g'riliq bilan dang chiqarganligi hammamizga ma'lum. Lekin siz Shveysariyadagi soat yasovchilarning kayfiyati nachar chog'larda vaqtni to'g'rilamoqning nihoyat taslikini, lekin kayfiyati xushal chog'da soatni intayin to'g'ri yasaydiganligini bilamsiz? Uningdan boshqa ba'zi arxeologlarning mo'ljallashicha Misrning ehramlarini qullar yasamagan ekan. Chunki ehram intayin mukammal yasalgan ekan. Ammo qullar xushal-xuram ishlaydiganlardan emas ekan. Professor Daniel Harvard universitetining psixologiya darsida bir o'quvchilarga o'zining psixologiya tadqiqot dokladini so'zlashga munbarga chiqargan. Pastki o'quvchilar uni ancha ko'zga ilmag'achqa, uningga sovuq muomala bilan qaraydi. Bu ahvoldan nihoyat o'sal holga tushib qolgan munbardagi o'quvchi duduqlab tuzuk gap qila olmaydi. Professor Daniel u o'quvchining do'lisiga urib turib, "Sizda ishonch va qiziqlik kamishgan. Bular muvaffaqiyat darvozasining ikki ochiqchi", deydi. Professor Daniel ta'tilda hiliq o'quvchi va boshqa bir necha o'quvchini ilib qoladi. "Biz hozir sizning o'quvchilaringiz", deydi professor Daniel kulimsirganicha hiliq o'quvchiga. "Endi o'zingizning psixologiya tadqiqot dokladini bizga so'zlang, anglab boqaylik." Bu qitim do'stlarining qizg'inligi va ilhomi uningga zo'r kuch-quvvat berishlaydi. Shuning bilan u dokladini nihoyat ravon so'zlaydi. Hatto o'zining mo ishongisi kelmaydi. Professor Daniel hiliqi bola munbatdan tushganda, "Bu qitim nima uchun muvaffaqiyat qozonganligingizni bilamsiz?" deydi. Hiliqi o'quvchi beshini chayqaydi. "Chunki do'stlaringizning qizg'inligi sizga ishonch va kuch-quvvat berishdi." Bir odamning o'zini kamsitishda bo'lishi normal ahvol. Kishilar o'zini kamsitish sababidan o'z iqtidorini tuvanchaqlaydi. Ishonch va qizg'inlikni yo'qotadi. Yoshlar va o'smir do'stlar, sizlarda yetarlik o'rganish turmush qizg'inligi bo'lishi, shuning bilan bir vaqtda muvaffaqiyat qozonish ishonchiga ega bo'lishinglar, dunyoni o'zgartirishinglar kerak. Mana bu yoshlarda bo'lishga tegishli pozitsiya. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonish siri. O'rganishga nisbatan ozroq qizg'inlik albatta kifoya qilmaydi. Shunga biz usul chora tepib o'rganishga texnik qizg'in bo'lishimiz kerak. Harvard universitetining psixologiya professor Daniel ko'pchilikka bir necha nuqtani tavsiya qiladi. Birinchi, o'zimizga doim o'rganish nihoyat qiziqarli ish deb turishimiz kerak. Bu bir xil aktiv psixik bisharat. O'rganish haqiqatan uncha qiziqarli ish bo'lmasa-mu, lekin biz o'zimizga o'rganish nihoyat qiziqarli ish deb qayta da'vatsak hamda butun kuchimiz bilan osh qiziqarli yerga berishga bel bog'lasak, bora-bora o'rganishga bo'lgan qiziqarligimiz to'lib tashidi. Ikkinchi, darhol aktiv harakat qo'llanishimiz kerak. Alaylik, bir qiyin savol qiziqishimizni qo'zg'asa, darhol uni tadqiq qilishimiz, o'rganishimiz, har qanday amal bilan uning javobini topishimiz kerak. Mushunday qilganda qiziqligingizni davomlashtirg'ili va o'ziksiz kengaytirgili bo'ladi. Uchinchi, tan sog'lomligimiz bilan hayotiy kuchimizga asos solishimiz lozim. Vujudimiz hayotiy kuchga to'lsa, ideya va hissiyotimizmi hayotiy kuchga to'ladi. Shuning bilan biz harakat qilishga, gimnastika, asta yugurish, velosiped minishga, uxlashlarga vaqt chiqaramiz. Bunday chiniqish bilan tan salomatligimizga kafolatlik qilib boqolmasdan, shuning bilan birga yana bir kunlik zehnimiz bilan qizg'inligimizga kafolatlik qilamiz. To'rtinchi, o'zimizga raqobat e'lon qilishga jur'at e'lon qilishimiz kerak. Navoda qizg'inligingiz sizni ma'lum natijaga erishtirsa, davomli olg'a besishingiz, davomli o'zingizga raqobat e'lon qilib turishingiz, o'zingizdan xalqib ketishingiz kerak. Esingizda bo'lsinki, bu bir daqiqadagi qizg'inlik keyingi qitimliq qizg'inlikdan mangu ko'p bo'ladi. Harvard universitetining siniqi 4 odam bir oqshimi bir osma ko'rikdan o'tib lagerga qaytmoqchi bo'ldi. Lekin ularning qo'lida 17 minut yondirg'ili bo'ladigan bir qo'lchiroq bor ekan. Osma ko'rikdan o'tishda qo'lchiroq bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Uning ustiga osma ko'rik bir qitimda 2 odamni ko'tara oladi ekan. Bu 4 odamning osma ko'rikdan o'tgandagi sur'ati o'xshamaydi ekan. Osma ko'rikdan birinchi qitim o'tgan odamga 1 minut, ikkinchi qitim o'tgan odamga 2 minut, uchinchi qitim o'tgan odamga 5 minut, eng oxiri o'tgan odamga 10 minut ketadi ekan. To'dalan qanday qilganda ko'rikdan o'tib bo'ladi? Javob: ko'rikdan 1 minut
2 minutda o'tib bo'ladigan ishga odam ko'rikdan avval o'tadi va 2 minutda o'tib bo'ladigan odam qaytib keladi. Ondan keyin ko'rikdan 5 minut va 10 minutda o'tib bo'ladigan ishga odam o'tadi hamda 1 minutda o'tib bo'ladigan odam qaytib keladi. Eng oxirida ko'rikdan 2 minutda 1 minutda o'tib bo'ladigan ishga odam o'tadi. Shunday qilganda ko'rikdan eng tez o'tkili bo'ladi. Səhər saat 4:20-deki Harvard 3-cü bab 4-cü qism. Qizg'inlik odatga aylanganda tashvish va andishiga o'rin qolmaydi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati kunda turmushga qizg'in bo'lsak, turmushmo bizga qizg'in muomala qiladi. O'g'ilish bilan xizmatdagi kuchliklarga makro jihatdan qaraydigan bo'lsak, ularning o'zi qilgan ishga nisbatan qizg'inligi to'lib toshgan bo'ladi. Shundaqla fikr yurgizishga mahir, aktiv va umidvor keladi. Ular mushundaq turmush pozitsiyasiga ega bo'lgachqa, tabiiy holda ajoyib natijalarga erisha oladi. Chunki qizg'inlik ularning dunyosida bir xil odatga aylangan. Endi mag'lub bo'luvchilarga qarab boqaylik. Mayli o'rganish yoki xizmatda bo'lsin, ularda qizg'in pozitsiya kamchil bo'lib, turmushi kunda mag'lubiyat, andish, tashvish, ko'langisi ichida vahima bilan o'tadi. Harvardda har bir o'quvchi qizg'in va urg'ib turgan ruhiy holatga turadi. Ular o'zi boshqalarga qanday muomala qilsa, boshqalarning o'zlariga shunday muomala qiladiganligini, o'zlari turmushga qanday muomala qilsa, turmushning o'zlariga shunday muomala qiladiganligini, navoda o'zlari kunni turmush qizg'in qarasa, turmushning o'zlariga qizg'in qaraydiganligini biladi. Qizg'inlik bir xil umidvor, aktiv turmush pozitsiyasi bo'lib qolmasdan, yana taqdirimizni o'zgartiradigan esil fazilat. Bu to'g'risida buyuk ruhiyat tadqiqot ustozi Napoleon Hill mundoq degan edi. Navoda siz taqdirning tartiqiga noil bo'lsangiz, undaqda barliq buyuk yo'l ochuvchilarga o'xshash g'oyangizni bir xil qizg'inlikqa aylantiring. Hamda qizg'inlik uchun o'zingizni beg'ishlashga har vaqt tayyor turing. Mushunday qilsangizlar, o'zingizning iqtidorini to'liq joriy qildira olasiz. Tuvandikisi Harvard o'quvchisining o'z boshidan kechirgan kechirmishi. Erik 2 yil ilgari Harvard universitetining pul muomala boshqarish kasbini bitkazgandan keyin bir cho'ng bankida moliya ishlarini boshqarish maslahatchisi bo'lib ishlaydi. Erik bu xizmatni to'lib toshgan qizg'inlik bilan ishlaydi. Uning yillik maoshi boshqa saboqdoshlariga yetmasa-mu, lekin u o'zi yaxshi ko'rgan xizmatni qiladi. O'zi yaxshi ko'rgan xizmatni qilish hayotdagi eng go'zal ishdir. Erik o'z xizmatiga qizg'in pozitsiyada bo'lganligi uchun xizmatda ifodasi ko'rinarli bo'ldi. Uning boshqarish natijasida bankning tijorat summasi hasslab oshdi. Halbuki 2008-yili butun dunyo miqyosida portlagan pul muomala krizisi Erikning chiqish yo'lini boshqadan o'ylashga majbur qildi. Erikning beshida Harvardning tojisi bo'lg'achqa yana osonla xizmat topalaydi. Bu qitim u paychiki bozorga solingan bir shirkatda boshqarish maslahatchisi bo'lib ishlaydi. Yillik ish haqimi ilgirgidan bir hassiga yaqin yuqori bo'ladi. Lekin Erik bu xizmatni yoqtirmaydi. Kunda har xil yig'in, har xil fikr almashtirish yig'inlari uni qattiq bezor qiladi. U ilgirgi xizmatiga qaraganda texnik ko'p zehnini sarf qilgan bo'lsa-mu, lekin yangi xizmat o'rnida tinim topmay ishlasa-mu, xizmat unumi ko'rinmaydi. Buningga qarata shirkat bosh liderining fikri chiqadi. Erikning kechirmishlari bizga shuni uqtirdiki, o'rganish bilan xizmatda qizg'in pozitsiyada bo'lish intayin muhim. Shunaqla qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishimizning muhim yo'li. Shuning bilan birga yana qizg'inlik mag'lub bo'lganimizda qat ko'tarishimizdagi kuch-quvvatimiz. Biroq hozirgi real turmushimizda o'rganish va turmushga to'lib toshgan qizg'inlik bilan muomala qiladigan yoshlar va o'smirlarni nihoyatda oz uchratamiz. Ularning turmush va o'rganishga qanday muomala tutadiganligini ko'rib boqaylik. Ular kunda atigan turibla maktabga boradiganligini o'ylaganida ko'ngli g'ash bo'ladi. Maktabga bo'ynidan bog'lab apargandek nihoyatda tasda bordi. Ruhiy holatimi intayin ma'yus bo'ldi. Darsxonada mugidiginicha o'ltirdi. Muallimning kuchab so'zlashi natijasida ozroq bilim yuqtirdi. Maktabdan qo'yib berguncha aron chidaydi.
Maktabdan qo'yib bergandan keyin birdilla ruhiy kayfiyati ko'tarilib, ruhiy holati xushxo'ylashib ketadi. Mana mushundaq pozitsiya bilan o'rganganda o'rganishda yaxshi bo'lish tasga to'xtaydi. Sinab baqaylik. Navoda qizg'inlikni bir xil odatga aylantirmasangiz, siz nima orqali muvaffaqiyat qozona olasiz? Xorvatlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Xorvat universitetining professori Sandel Jungoga ziyoratga kelganida yoshlar va o'smirlarning o'rganish qilganligining kamchilik bo'lish masalasini tahlil qilgan. O'rganish bilim egillash va tajriba to'plashning birdan-bir yo'li. Biz o'rganish orqali o'zimizni kuchlantirishimiz. Buning uchun kishilar xushal bo'lishi kerakdi. Lekin nemishqa nurg'un yoshlar va o'smir do'stlar o'rganishni bir xil jafoliq xizmat deb qaraydi? Professor Sandelning qarashicha, o'rganishni jafoliq ish deb qarash o'rganishning o'zidagi masala emas, balki bu yoshlar o'smirlarning engidagi masala. Navoda bir odam o'rganishga qizg'in bo'lmasa, o'rganish qiziqarli ish bo'lgan taqdirdami, siz uni ma'nisiz his qilasiz. Shunga yoshlar va o'smir do'stlar qizg'inlikni bir xil odatga aylantirish kerak. Xorvat universitetining siniqi. Tashvishlanish insonlar kayfiyatining bir xil ifodalanishi. Tashvish eng muhimi yomonlikni oldin sezishdan paydo bo'ladigan bir xil g'am, andisha, jiddiylik, xotirjamsizlik, vahima, xafalik qatorliqlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan kayfiyatning ifodalanishidir. Siz oson tashvishlangan odammi? Tuvandagi savollarga ha yoki yo'q deb javob bering. Birinchi, navoda qorong'uda yolg'iz qolsangiz qo'rqamsiz? Ikkinchi, hamisha yukim ig'ir deb his qilib, yeniklikni o'ylamsiz? Uchinchi, boshqalarning sizga qanday muomala qilganligiga ko'ngil bilamsiz? To'rtinchi, doim tuyuqsiz kelgan telefondan cho'chib ketamsiz? Beshinchi, turmushdagi ushaq-tushak ishlardan g'am qilamsiz? Altinchi, salomatligingizdan ansiramsiz? Yettinchi, pulga ko'ngil bilamsiz? Sakkizinchi, sayohat qilganda boshqalardan ayrilib qolsangiz qo'rqamsiz? To'qqizinchi, uyqu dorisi ichib uxlamsiz? 10. Uxlaydigan vaqtingiz bo'lgandimi, karavotda yetib bir ishlarni o'ylamsiz? Savolning javobi: ha deguchilarga 1 nomer, yo'q deguchilarga 0 nomer. 3 nomerdan to'vallar, ruhiy holati normallar, nurg'un masalalarga duch kelgandimi jiddiylashmaydi. Bemalol bir taraf qila oladi. Kulimsirash va g'olibona ishonch bilan turmushga yuzlandi. 4dan 9 nomer olganlar kayfiyatini nihoyat obdan kontrol qila oladiganlar, lekin yanala ozroq tashvishlandi. 10 nomer olganlar turmushdan g'am yeydi. Nomer yuqori bo'lgan sari shuncha tashvishlandi. Arzimas ba'zi ishlar uchun ansiraydi, hatto ochiqlandi. Sababsizlar chechiladi, dakki-dukki bo'ladi. Sahar saat 4:20'deki Xorvat 3. bab 5. qism. Qizg'inligimizda biz hosil qilaylik. Qizg'inligimizni bir ishga sarf qilaylik. Xorvat universitetining ilhom baxsh hikmati qizg'inligingizni bir sohaga markazlashtirib, davomlashtirsangiz va biz hosil qilsangiz, hayotning shalliq sahifasini yarata olasiz. Angliyaning tabiat jurnalidan bir qiziqarli bir maqola o'qigan edim. Maqolada bir danglik biologning o'rmonlikni tekshirayotganda bir kichik qush bilan yilonning ilishishini mundaq rasmga tortib olganligi yozilgan. U qushning cho'ng kichikligi qushqatchilik bo'lib, u qanotlarini kiyganicha o'tloqqa don izlash uchun qo'nadi. Cho'plikda mo'kinib yotgan yilon tuyuqsiz etilib chiqib, qushqachni yutayotgili tasliq qiladi. Chechan kichik qush bir sakrabla bala qazodan qutuldi. Lekin u g'ippada qochib ketmasdan tumshug'i bilan yilonning beshiga to'xtamay cho'qiydi. Qushning kuchi ojiz bo'lg'achqa qush yilonga ajinlik zarba bera olmaydi. Yilonmi qushning kuchi ojiz bo'lg'achqa qush yilonga ajinlik zarba bera olmaydi. Yilonmi jinining boricha qaytirib hujumga o'tadi. Qush ham yilonning hujumidan o'zini qochirdi, ham tumshug'i bilan yilonning beshiga cho'qiyib berdi. Hamda har qitim yilonning beshining bir yeriga cho'qiydi.
Qush yılanning beshiga necha 100 qitim cho'qgandan keyin yılan oxir olsizlanib cho'plikka yiqiladi-da, ikkinchilab midir-sidir qila olmaydi. Tan va kuch jihatdan aytganda yılan qushga qaraganda afzallikka ega, lekin qush o'zidan kuchli yılanni yengadi. Chunki qush to'g'ri usulni topgan. Yılanning beshidagi bir joyni nishonlab cho'qigan hamda barliq kuchini bir nuqtaga markazlashtirib, yılanni to'xtamasdan cho'qigan. Oxir yılanni yengan, shundaqla o'zini qutqizib qala olgan. Hozirgi turmushimizda nurg'un kishining umri aldirachchilik bilan o'tadi. Oxirida hech nimaga erisha olmaydi. Ularning mag'lub bo'lishidagi asosiy sabab shuki, ular qizg'inligini markazlashtirib, o'sish hosil qilishni, qizg'inligini bir sohaga qaratishni bilmaydi. Halbuki, muvaffaqiyat qozonuvchilarning ahvoli buningga o'xshamaydi. Ular cheklik zehnini bir yerga yig'ib, bir nishon uchun tirishib kurash qiladi, toki muvaffaqiyat qozonmoqcha to'xtab qolmaydi. Turmushimiz bir yiroq safar qilganga o'xshaydi. Yo'lga chiqish oldida huzur kiyimlarni kiymasakmi, esil mashinalarda o'tirmasakmi, mazali taomlarni olmasakmi bo'ladi. Lekin bizda safar uchun yetarli qizg'inlik bo'lishi kerak. Qizg'inligimizni bir sohaga qaratib, davomli tirishsangiz va o'sish hosil qilsangiz, hayotning shalloq sahifasini ocha olasiz. Bir o'quvchi Harvard universitetining ochiq darsida umidsiz holda professordan: "Men shundoq tirishib o'rgansammi, unumi tuvan bo'lyotdi" deb so'raydi. "Odatda men sizning tirishayotganligingizga diqqat qilyapman", deydi professor o'quvchiga esdashlik qilib. "Shundoq", deydi o'quvchi voysig'inicha. "Men adabiyotni yaxshi ko'raman. Adabiyot nazariyasiga oid bilimlarni o'rgandim. Ilm fannini yaxshi ko'raman. Tajribaxonada doim tadqiq qilaman. Pul muomala kasbini yaxshi ko'raman. Pul muomalaga oid bilimlarni tadqiq qildim. Shuning bilan birga psixologiyani yaxshi ko'raman. Shunga darsingizni bir soatni qoldirmay anglayman." Professor ushtin tutib kulib ketadi. Ondan yiliq o'quvchining yoniga kelib, yelkasiga urib qo'yganicha mundoq deydi: "Mana bular natijangizning tuvan bo'lishining sababi. Navoda qizg'inligingizni bir sohaga qaratgan bo'lsangiz, u sohada cho'qim o'zib chiqqan bo'lardingiz." Yiliq o'quvchi qaysi jihatda ketkizib qo'yganligini tushunadi-da, beshini langishtirganicha cho'nqur o'yga patadi. Bir danishman bir odamning muvaffaqiyat qozonolmasligi uning qanchalik xizmat qilganligida emas, balki qanchalik qimmati bor xizmat qilganligida deydi. Darvaqa, nurg'un mag'lubiyatchilarning iqtidori va vaqti kam emas, balki ular qizg'inligini mustahkam nishonga qaratmagan. Ular sarf qilgan zehn bilan vaqtdan ilib etganda zo'r muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Lekin ular zehnini chechivatgachga muvaffaqiyat uchun kurash qilish davomida o'zlari burun erishgan muvaffaqiyat natijalariga sal qarab, o'z-o'zidan mag'rurlangancha va o'zlariga yangi nishon tirish yo'lini bekitmagachga oxir hech nimaga erisha olmagan. Atrofimizda mushundoq yoshlar o'smir do'stlarmi nihoyat ko'p. Amaliyotda yoshlar o'smir do'stlarlar emas, turmushdagi siz, men, u yuqorqidek xatolikni sodir qilgandimiz. Shuni bilish kerakki, odamning zehni va vaqti to'liq cheklik bo'ladi. Biz faqat kallamizni bir nuqtaga markazlashtirsak, ondan natija qozona olamiz. Harvardlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Biz Da Vincining tuxum sizish haqidagi hikoyasini bilamiz. Da Vinci shuning uchun mashhur rassom bo'la olganki, u rassomlikni tuxumni davomli tadqiq qilib sizishdan boshlagan. Atrofimizdagi muvaffaqiyat qozonganlarga nazar solsak, ular hamisha o'zlari erishgan gul bilan olqish sadolarini ko'rgan. Ammo o'zlari tortgan jafo mushaqqat bilan ko'rsatgan tirishchanligiga parvo qilmagan. Amaliyotda ular qizg'inlikni bir sohaga qaratishni bilganligi uchun ashundoq natijalarga erisha olgan. Shunga Harvardning professorlari o'quvchilarga shunday taklifni berganki, zehningiz bilan qizg'inligingizni bir nuqtaga qarating. Egizni va yaraqni ko'zlang. Mushundoq bo'lganda, o'rgangan sari uning unumi yaxshi bo'lib, kelgusida yaxshi universitetga o'tib, ota-onangiz va davlatga javob qaytara olasiz. Harvard universitetining siniqi. Saboqdoshingiz bilan birga o'ltirishga bordingiz. Ishkalarni qo'shganda jami 10 odam bo'ldinglar. Bu chaqda siz saboqdoshingiz bilan so'rindagi har bir odamning tug'ilgan kuni sizningki bilan o'xshash bo'lsa, saboqdoshingizga 1 so'm berilganga. Agar ularning tug'ilgan kuni bilan sizning o'xshamasa, u sizga 2 so'm berilganga bog'lashsanglar, siz buningga qo'shilamsiz? Javob: qo'shilmaysiz.
Chunki o'zingiz bilan tug'ilgan kuni o'xshashlarni o'zingiz bilasiz. Shunga boshda siz saboqdashingizga bir so'm bermoqchi bo'ldingiz. Qolgan 9 odamning ichida 4ning tug'ilgan kuni sizninki bilan o'xshash bo'lishi kerak. Shunday bo'lganda siz pulingizni qaytarib olasizsiz. Vaholanki 9 odamning ichidagi o'xshash bir vaqtda 5 odamning tug'ilgan kuni sizninki bilan o'xshash chiqish ehtimoli nihoyat tuvan. Shunga qabul qilmaysiz. Sahar saat 4:20'deki Harvard 3. bab 6. qism. Qaroqlachi qizg'inlik qaror kelmaydi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati qaroqlachi qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishimizga yordam berilmayli qilmasdan, aksicha muvaffaqiyatga qarab mangan yo'limizga qutlik qashang bo'ladi. Yuqorida biz qizg'inlik to'g'risida to'xtalib, mayli o'rganish va turmushda bo'lsin, to'lib tashqan qizg'inlik bo'lmasa bo'lmaydiganligini ko'rsatib o'tdik. Shuning bilan bir vaqtda yana qizg'inligimizni bir nuqtaga qaratishning muhimligini qayd qildik. Undaqda qizg'inlik qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lamdi? Albatta undaq emas. Qaroqlachi qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishimizga yordam berilmayli qolmasdan, aksicha muvaffaqiyatga qarab mangan yo'limizga qutlik qashang bo'ladi. Chunki qaroqlachi qizg'inlikda hamisha tayyorlik yetarsiz bo'lgan bo'ladi. Bunday qizg'inlik kishilarni o'z tasavvuriga band qilib qo'ydi. Uning reallikdagi ishlarga ancha ko'p yordami bo'lmaydi. Navoda qizg'inligimizni muvaffaqiyat qozonishimizning harakatlantirgich kuchiga aylantirmoqchi bo'lsak, aniq bir nishonimiz bo'lishi, o'zimizning shu topda nima uchun o'rganadiganligimizni bilishimiz kerak. Amerikaning 8 prezidenti 40 nafar Nobel mukofotining sohibi va 30 nafar Pulitzer mukofotining sohibi Harvard universitetidan yetishib chiqqan. Aniqki, Harvard universitetiga kirib o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarda %100 qizg'inlik bo'lishi kerak. Biroq bu qizg'inlik qaroqlachi qizg'inlik bo'lib bo'lmaydi. Leo Minjo Harvard universitetining oliy doktori. Oliy o'qish tarixiga ega bu qobil ayol Howard Hughes tibbiy tadqiqot o'rniga xizmatga tushdi. Leo Minjoni ko'rganlarning hammasi uning beshida Harvardning tajisi bo'lsa-mu, lekin uning kishilarning o'yidagidek Harvardning o'quvchisi emasligini biladi. Aksicha u kishilarga doim kulimsirab muomala qiladi. U mayli qaysi vaqt, qaysi chog'da bo'lsin, chiqishqaq, muloyim qiyofat bilan kishilarning oldida namoyon bo'ladi. Leo Minjo asli Anxuyning Wuhu degan yerda yashaydigan oddiy qiz edi. U qanday qilib dunyodagi eng oliy bilim yurtiga kira oldi? Bu ishda u qaroqlachi qizg'inlikka tayangan emas. Leo Minjo boshlang'ich maktabning 4-yilligiga chiqqanda boshqa bir maktabga yo'tkiladi. Bu chaqda uning yangi saboqdoshlari ingliz tili darsligining 3-qismini o'rganib bo'lgan edi. Lekin Leo Minjo inglizcha harflarni mu tanmaydi. Leo Minjo to'lib tashqan qizg'inlik bilan o'rganadi hamda universitetga o'tishdan iborat nishonni ko'ngliga mahkam tukidi. Boshqalarning kaynida qolg'isi kelmaydigan Leo Minjo jafo mushaqqatga chidab o'zligidan o'rganish orqali saboqdoshlariga tez yetishib oladi. Mavsumlik ingliz tili imtihonida natijasi sinf bo'yicha 1-o'rinda turdi. O'quvchi saboqdoshlari uningga boshqacha nazar bilan qarab kelishdi. Leo Minjo saboqdoshlarining nazarida kitobparast edi. Uning o'rganishga bo'lgan qizg'inligi majnun darajasiga borgan edi. Lekin o'rganishga shu qadar herisman Leo Minjoning o'rganish qizg'inligi qaroqlachi qizg'inlik emas edi. U o'zining nimaga erishmoqchi ekanligini biladi. Leo Minjo bir necha yillik tirishib o'rganish natijasida Wuhu 1-o'tir maktabdan Shandong tibbiy universitetiga kirdi. Beijing tibbiy universitetining magistrligidan Amerikaning Wisconsin universitetida doktorlikda o'qiydi. Oxirida g'oyasidagi oliy bilim yurti, ya'ni Harvard universitetining tibbiy institutining oliy doktori bo'ldi. Nurg'un kishilar Leo Minjoning qobiliyatini ko'rib, uning muvaffaqiyatining o'rganishga bo'lgan qizg'inlikdan kelganligini bilmagan. Yoshlar va o'smir do'stlarining o'rganishga bo'lgan qizg'inligi yetarsiz yoki qaroqlachi qiziqadi. Bular muvaffaqiyat qozonishga foydasiz, shunaqla umumyuzlik mavjud masaladir. Atrofimdagi nurg'un yoshlar va o'smir do'stlar o'rganishga to'liq qiziqgan, lekin ular imtihonni o'rganishning maqsadi deb biladi. Yoki o'rganishni bilim olishning bir xil vositasi deb bilib, o'rganishni nihoyatda zo'r foyda oladigan narsa qilib olgan.
o'rganishni nihoyat zo'r foyda oladigan narsa qilib olgan. Xarotliqlarning muvaffaqiyat qozonish siri o'rganishga qizg'in bo'lish, lekin xaroqlarcha qizg'in bo'lish hozirgi yoshlar va o'smirlarda umumyuzlik saqlanayotgan masaladir. Qanday qilganda xaroqlarcha qizg'inlikdan saqlana olamiz? Birinchi, oldi bilan sizda aniq nishon bo'lishi, o'rganishni foyda topadigan vosita qilib olmasligimiz, o'rganishni yurakimizning cho'nqur yeridan yaxshi ko'rishimiz lozim. Kelgusidagi turmush planimizga qarata aniq tunishga ega bo'lishimiz kerak. Navoda qarang'u taraflar bo'lsa, o'qituvchi va oila boshliqlarining maslahatini olishimiz kerak. Ikkinchi, o'zimizni paydan-pay yetildirishimiz. Mushunday qilganda o'rganish va xizmat qilgan vaqtimizda o'z afzalligimiz va yetarsizligimiz, nimaga erishmoqchi bo'lganligimiz, nimaga intilganligimiz texmo aniq bo'ladi. Yoshlar va o'smir do'stlar qaroqlarcha qizg'inlikdan saqlangandilar uzunga qolmay muvaffaqiyatga erishadi. Harvard universitetining sinoqi qizg'inlik yaxshi ahvol, lekin ziyoda qizg'inlik ba'zida jahillikka olib boradi. Siz jahil odammi? Tuvandagi savollarga o'zingizning amaliy ahvoliga qarab javob bering. Birinchi, doim boshqalarni mukammal emas deb ayblamsiz? Ikkinchi, sizningcha ko'p sondagi kishi ishonchlikmi? Uchinchi, o'zingizni kontrol qila olmaganda chechilamsiz? To'rtinchi, doim boshqalarni ovorchilik tug'dirdim deb ayblamsiz? Beshinchi, boshqalar sizdan foyda olib ketayotgandek his qilamsiz? Oltinchi, boshqalar sizni tushunmaydigandek, sizga hissdoshlik qilmaydigandek his qilamsiz? Yettinchi, doim boshqalar natijalaringizga adil baho bermayotgandek his qilamsiz? Sakkizinchi, ba'zilarning o'y fikri va muddaosi yo'qdek his qilamsiz? Savolning javobi: 1 numar olganlar yo'q. Yuqoridagi ahvollar nihoyat yeniklar 2 numar oladi. O'tir hollar 3 numar oladi. Sal ig'irlar 4 numar oladi. Ig'irlar 5 numar oladi. Bularning ichida 10 numaradan tuvan numar olganlar jahillar emas. Ular ig'ir besiq odamlar. 15 dan 24 gacha numar olganlarda ma'lum darajadagi jahillar. 25 dan yuqori numar olganlar ziyoda qizg'inlar bo'lib, o'zini kontrol qilishga muhtojdir.